Instagram ijtimoiy tarmoqdagi mana bu post uchun ariza yozilibdi. Shu ishlarga ko'z yumib o'tirgan prokurorni ham harakatlarga sherik deb bilamiz. Yo'q narsadan tuhmat qilib, jamiyatni junbushga keltirish yo'lida foydalanish, Kimlarnidir noqonuniy topshirig'ini bajarib, nog'orasiga o'ynab, mana shu zamonda yashayotgan hech kimda haqqi yo'q. Ichki ishlar vazirligini tizimini maqtamaganimdan keyin, ularni tanqid qilganimdan keyin albatta meni fikrim ularga nomaqbul bo'ladi. Nima yo so'z erkinligidan foydalanish bugun jinoyat darajasiga chiqdimi? Afsus, bizda amaldor o'sha vazirlarimiz bir ikkita kattakonlarga yoqmaydi endi, lekin ayniqsa Rasul to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Menga ma'qul, har safar men eshitaman. Hammaga ham yoqmaysan, menga yoqasan. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Uzoq tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda demokrat uzga bo'lgan bosimlar va biz bilan bog'liq muammolar haqida bir necha video lavhalar joyladik va biz bilan bog'liq bo'lgan muammolardan jamoatchilikni xabardor qilishga harakat qildik. Bugun biz o'zimiz haqimizda emas, balkim sobiq deputat Rasul Kusherbayev haqida gaplashmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Rasul Kusherbayevni obro'sizlantirishga qaratilgan turli mish-mish va bo'xtonlar tinimsiz sizdirilyapti. Bunga asosiy sabab bugungi kunda Rasul Kusherbayev keskin o'zining tanqidiy chiqishlari va fuqarolarning muammolarini ommaga olib chiqayotgani ayrim qo'sh tirnoq ichidagi rahbarlarga yoqmagan ko'rinadi. Keling, Rasul Kusherbayev asli kimligi, u qayerdanligi, siyosatga qanday kirib kelganligi haqida to'xtalib o'tsak-da, yana fikrimizni davom ettirsak. Rasul Xidiraliyevich Kusherbayev 1987-yil 12-yanvarda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Qushyo'g'och qishlog'ida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Kusherbayev O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini xalqaro jurnalistika mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Birinchi faoliyatini 2007-yil O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Toshkent viloyati ma'muriyatining yoshlar bilan ishlash bo'lim mudiri sifatida boshlagan. Shundan so'ng esa 2012-yildan 2014-yilgacha Yoshlar gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan. 2014-yildan 2020-yilgacha O'zbekiston parlamentining quyi palatasi a'zosi, 2020-yildan Innovatsiya axborot siyosati va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish qo'mitasi a'zosi. 2020-yilning yanvar oyidan boshlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasining korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi a'zosi sifatida faoliyat yuritish bilan bir qatorda 2014-yildan 2020-yilning dekabr oyigacha deputatlik faoliyatini ham olib borgan. 2023-yilning 1-fevralidan O'zbekiston Respublikasi Tabiat resurslari vazirligida vazir maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Rasul Kusherbayev ancha yillardan buyon deputatlik vaqtida juda ko'plab siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy masalalarni kun mavzusiga aylantirgan va o'zining keskin tanqidiy chiqishlari bilan xalqimiz orasida tanilgan mashhur deputatlardan. Bilasiz, parlamentdagi ko'plab shov-shuvli video lavhalar bo'ladimi, maqolalar bo'ladimi, beixtiyor Rasul Kusherbayev bilan bog'liq bo'lardi. Rasul Kusherbayev o'z ixtiyori bilan deputatlikdan voz kechgandan so'ng parlament ham suv quyganday jimjit bo'lib qolgani hech kimga sir emas. bunaqa yig'ilishda o'tirgandan o'tirmagan yaxshi. Men ketaman. Chiqib keta qolamiz bunaqa yig'ilishda qatnashmay. Hammasi yasama, so'z bermaydi. Bu gapimiz bilan Rasul Kusherbayevdan boshqa birorta deputatlar ishlamaydi degan fikrdan yiroqmiz. Albatta jonkuyar, xalqsevar va xalqning tashvish va g'ami bilan yonib yashaydigan deputatlar juda ko'p. Faqat ular ijtimoiy tarmoqda faol bo'lmasligi mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan xalqning muammosini ko'tarib chiqayotgan xoh u bloger bo'lsin, xoh jurnalist, xoh huquq faollari bo'lsin, ularga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ommalashdi. Bular kimlar? Bular qo'sh tirnoq ichidagi albatta troll komandalar. Bularni moliyalashtirayotgan, bularni qo'llab-quvvatlayotganlar kimligi noma'lum. Chunki ijtimoiy tarmoqda fake akkauntlar orqali turli xil bo'xtonlarni tarqatayotganlarning na otasi, na onasi ma'lum. Agarda haqiqatdan ham Rasul Kusherbayev bilan bog'liq masalalar rost bo'lganda edi, ular ijtimoiy tarmoqda fake akkauntlar ortiga emas, balkim yuzma-yuz bu faktlarni isbotlagan bo'lardi. Buni kimlar qilayotgani va nima maqsadda qilayotgani bugungi kunda fuqarolarimizga ham oydek ravshan.
Bizning fuqarolarimiz oldingiday oddiy va ishonuvchan emas, balkim bugun teran nigoh bilan ijtimoiy tarmoqni kuzatuvchilari kundan kunga ortib bormoqda. Rasul Kusherbayevga nisbatan bo'layotgan bo'xtonlarning birini o'qib eshittirsak. Adolatsiz saxovat, xalqni aldash orqali boyish. So'nggi paytlarda Rasul Kusherbayev va diniy bloger sifatida tanilgan Shavkat Zulfiqorov tomonidan Yangiyo'l tumani Epken mahallasida kam ta'minlanganlar uchun qurilgan 5 ta uy haqida gap ketmoqda. Ularning internetda chiqishlarida saxovat, xayri ehson, ehtiyojmandlarga yordam degan so'zlar jaranglaydi. Biroq aksincha 3-4 milliard so'm atrofida mablag' jamoatchilik ishonchi orqali internetda e'lon qilingan kartalarga tashlangan. Bu pullar xalq tomonidan ham g'iybatsiz va sadaqa niyatida yuborilgan. Natija nima? 5 ta uy qurildi, lekin hech birida ehtiyojmand oila u yerda doimiy yashamayapti. Bilishimizcha hozirda bu uylar saxovat egalarining o'zlari uchun dam olish, istirohat qilish, kayf qilib yashash maskaniga aylangan. Shavkat Zulfiqorov internetda 3 ta oilani uy bilan ta'minladik deb video chiqargan. Biroq ularni 2-3 kun o'tib uydan haydab yuborilishi nafaqat insonparvarlik, balki diniy me'yorlarga ham zid harakat emasmi? Savolimiz aniq. Bu xayriya uylar xalq uchun qurilganmi yoki Rasul Kusherbayev, bloger Shavkat Zulfiqorovning dam olish hovlisi uchun? 3-4 milliard so'm miqdoridagi mablag' qanday sarflangan? Aniq moliyaviy hisobot bormi? Qurilgan uylarda yashamoqchi bo'lgan ehtiyojmandlar nega haydaldi? Bu harakatlarning shar'iy va huquqiy javobgarligi kimning zimmasida? Bu odamlarning ishonchi bilan o'ynashish, ularning ko'nglini sinishi, eng dahshatlisi esa diniy niqob orqali dunyoviy manfaatlarni qondirish demakdir. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, bu yerda hech qanday bir asosga tayanmagan holatda ma'lumot tarqatilmoqda. Xuddiki Rasul Kusherbayev o'ziga fuqarolardan pul yiqqan holatda dacha, dam olish maskanlarini qurib olgandek go'yo. Lekin biz ana shu fuqarolar bilan suhbatlashdik. Haqiqatdan ham xonadonlar qurib muhtoj oilalarga topshirilganmi yoki yo'qmi? Buni mana bu video lavhada ko'rishingiz mumkin. O'sha biz o'tgan yili hashar bilan qurib bergan uylarimiz mana shu 5 ta xonadon. Tarmoqlarda bu uylarni men va mana shu ishda qatnashgan Shavkat aka borlar. Bu o'zlariga dala hovli qilib qurib olgan, unaqa oilalarga bermagan, chiqarib yuborgan degan shunaqa tuhmat, bo'xton ma'lumotlar tarqatilyapti. Bu joyni men yana aytmoqchiman, o'zimga hech qanaqa dacha ham qurib olmaganman. Boshqa emas, mana shu xonadonda hozir Sirdaryo viloyatidan kelgan shu uysiz oilamizga berganmiz. Hozir anaqa biz o'zlariga dacha qilib olgan bular, o'zlariga dam olish joyi deb anaqa qilyapti. Yo'q, mana shu yerda mana xalq yashayapti. Syomka bosishmi, xalq yashayapti. Mana hammamizni familiya ismlarimiz bilan xolasa xohlagan joyga xohlagan insonni kelsin. Allohga shukr, shunaqa odam boriga shukr. Mana shuni orqasidan duomiz yetib borsin shu odamni. Mushkullari oson bo'lsin. Rahmat. Biz bu yerda hozir biz tarmoqlarda o'zlariga dacha qurib olishgan deb chiqaryapti. Shunga shu dacha emas, uylarni berganimizni aytib qo'ymoqchimiz. Qalay yaxshi yashayapsiz? Yaxshi, rahmat. Mana bu yerda shu qurgan uylarimiz bittasida bu oila yashaydi. Mana hech kim chiqarib yubormayaptimi? Kelib chiqinglarda. Aniqmi? Hech kim bezovta qilmayaptimi? Shuni aniqlashtirib olaylik dedik. Sharoitlar yaxshi. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Gaz svet bor. Gaz svet bor. Xudoga shukr. Yaxshi. Mana agorodga mana ekin-tekin ekib qo'yibman, kichkina hovli bor edi. Hoy, men o'zimga olmaganimni aytmoqchiman-da, shu o'zlari yashayaptimi hammasi? Yashayapti. Rahmat, sog' bo'linglar. Shuni bir aniqlashtirib ketdik dedik-da endi. Yashayapsizlarmi? O'zinglar? Men anaqa, men buni olib kelayotganimni yopib qo'ydik, bizga bu joyi o'zimga qurib ana bu dacha qilib o'zlariga olgan deb nima qilishyapti-da bizda. Javobgarlik qilsin degandek. O'shanga biz emas, siz bolalaringiz bilan yashayapsiz-ku, shuni yana ham ko'rsatib aytib ketaylik dedik-da. Qozon ham bordi, to'rtta qilinganga yo'q ham. Shu betdan Ozgina endi oxiriga yetmay qolgan endi chalalari. Imkoniyatdan kelib chiqib xullas. Lekin mana shu 5-uyimiz shu.
Mana u uyni egalari mana yashayapti. Rahmat mana Bekzod, Rasul Kuchurbayev rahmat sizlarga. Rahmat. O'shanga oydinlik kiritib ketaylik. Chunki Rasul akaga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda 5 ta xonadon qurib, dacha qilib olgan o'ziga, odamlardan pul yig'ib. Hammasi yolg'on, tuhmat u. Hammasi yolg'on, tuhmat. Tushunarli. Rahmat. Pasportimni ham syomka qilinglar, xohlagan joydan tekshirib kelaversin. Rasul Kusherbayevning ijtimoiy tarmoqlarda quruq gaplar va balandparvoz so'zlar bilan insonlarni chalg'ituvchi sifatida ko'rsatayotganlar ham yo'q emas. Lekin bugungi kungacha Rasul Kusherbayev O'zbekistonda fuqarolarning turmush darajasiga va ularning manfaatlariga xizmat qiluvchi juda ko'plab qarorlar chiqarilishiga sabab bo'lgan. Ulardan birini aytib o'tsak, esingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar oldin avtomobilingizga hattoki parda ham qo'yib yura olmasdingiz. Ort oynaga o'rnatilgan pardalarni dan xodimlari to'xtatsa, noqonuniy deya uni olib tashlashardi. Va Rasul Kusherbayev ushbu holatga video murojaat qilib, bu holat qonunga zidligini, aslida haydovchi o'tirgan o'rindan 180 gradus tevarak atrofni cheklash mumkin emasligi, 360 gradusni cheklash haqida hech qanday qonun yoki qaror mavjud emasligini gapirib o'tgandi. Yo'l harakati qoidalarining 703 bandida, va adashmasam 702, 703, 704 bandlari mana shu 703 aniq tegishli. Shu yerda aniq ko'rsatilganki, haydovchi o'rnidan tevarak atrof cheklaydigan deyilgan tushuncha bor. Va bu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 126-moddasida ham aynan haydovchi o'rnidan tevarak atrof cheklaydigan narsa o'rnatgan bo'lsa, shu qo'llaniladi deb ketgan jarima. Haydovchi o'rnidan degan so'z bu yerda juda katta ahamiyatga ega. Haydovchini old tevarak atrof orqa deyilmayapti. Haydovchi o'rnidan bu. Demak, bu standart bo'yicha oldi 180 gradus tushuniladi. Demak, orqa tushuniladi. Buni yaxshilab bilib olish kerak va yana bir marta aytaman. Baralla aytaveraman men. Yengil avtomobillarda orqa eshiklariga parda o'rnatish qonundan taqiqlanmagan. Va tekin. Pardani kimdir sotib oladi-ku. Yo'q, o'zi umuman davlatga hech qanaqa boj to'lanmaydi, tonirovkaga o'xshab. Tonirovka uchun to'laydi, lekin parda uchun yo'q. To'lanmaydi. Shundan so'ng haydovchilarga parda o'rnatib yurishga ruxsat ham berishgandi. Oradan biroz vaqt o'tib tonirovka masalasini kun mavzusiga aylantirgan va u tonirovka bo'yicha juda ko'plab keskin fikrlarni ijtimoiy tarmoqlarda bildirgandi. Tonirovkani tekin qilib qo'yish kerak. Mana yoz issiq kunlarda ko'ryapmiz, qanchalik noinsoflik bo'lganini, to'g'risi adolatsizlik bo'lganini odamlarga qiyin. Yana amaldorlar o'zlari byudjet hisobidan mashinasini tonirovka qilib olarmish. Qarangda, noinsoflik. O'zi nima deydi? Xalqqa qo'ymaydi, bunday qaraganda. Xalqqa shu issiqdan o'zini muhofaza qilish uchun imkoniyatini qo'ymaydi, pulli qilib qo'ygan. Buni sababini xavfsizlik bilan bahona qilib keldi shu paytgacha. Bu xalqqa qo'ymaydi-da, yana o'zlari xalq hisobidan o'zlari yuradigan xizmat avtomobilini tonirovka qilib olarmish-da, bunday yurarmish. Insofi bormi o'zi shunaqa odamlarda? Agar insofi bo'lsa, o'zini cho'ntagidagi pulga qiladi o'sha kirimiz xizmat avtomobil. Yoki bo'lmasa tonirovkani yechib yuradi. Hamma qator. Shundan so'ng tonirovkaga ham ruxsat berishdi. Faqat pullik va juda yuqori narxlarda. Bundan ko'zlangan maqsad nima edi? Haqiqatdan ham tonirovkaga ruxsat berib xalqni mushkulni oson qilishmi yoki shunchaki soqqa qilishmi? Aslida tonirovka bepul bo'lishi kerakligi, bu huquqdan barcha tengdek foydalana olishi kerakligini bot takrorlab o'tgandi. Shundan so'ng davlat rahbari tomonidan tonirovka summasi kamaytirilib, ort oynalarga tonirovka qilish bepul qilib qo'yilgandi. Tonirovka masalasi bo'yicha ko'pchilik kutgan yangilik bo'ldi. Bitta tomoni shundaki, hukumat qarori emas, balki prezident qaror darajasida bu qabul qilindi. Bu yana bir marta ko'rsatyaptiki, davlatimiz rahbari shu jamoatchilik tomonidan bildirilayotgan shu takliflarda, e'tirozlar tomonidan bildirilayotgan takliflarda doimiy kuzatib boradi va kerak vaqtida bunga munosabat qilib shu odamlarga yengillik bo'lish yo'lida shu harakat qilayotganligini odamlar yana bir marta his qildi. Menimcha ko'pchilik kutayotgan yangilik edi. O'z o'rnida bo'ldi. Endi yana ham aytib o'tirdiki, qo'shimcha yana boshqa yangiliklar ham bo'lishi haqida biz eshityapmiz. Kutganidek, aynan mana shu tonirovka masalasida ham hukumat qarori emas, balki prezident qarori loyihasi tayyorlanayotganligini aynan
davlat rahbarining o'zini e'tiboridaligi haqida biz eshitdik. Mana bugun o'zini isbotini topdi. Mana davlatimiz rahbarining o'zlari shaxsan buni shu ovqat qismlari tekin bo'lishi kerakligi haqidagi taklif bildirganligi haqida aytishdi. Endi mana hozir endi umuman aytganda odamlarda shu imkoniyatga yarasha bo'ldi deb hisoblasak bo'ladi. Bu bir misol xolos. Undan tashqari kunduzi avtomobillar chirog'ini yoqib yurish kerak degan qaror ham chiqqanda esingizda bo'lsa. Va bunga ham keskin e'tirozlarni bildirgan albatta sobiq deputat Rasul Kusherbayev edi. Chunki kunduzgi chiroqlarni avtomobillarda yoritib yurish bizning iqlimga mos kelmasligi, buning oqibati juda ko'plab avtomobillarda qisqa tutashuv natijasida yong'in sodir bo'lganligini faktlar bilan isbotlab bergandi. Shundan so'ng ushbu qaror ham bekor bo'lgandi. Esingizdami? Konstitutsiyada barcha O'zbekiston fuqarolari 11 yillik bepul ta'lim olish huquqiga egadir deyilgan. Lekin esingizda bo'lsa, maktablarda kitoblar ijaraga berilardi. Barcha ham bu ijara to'lovlarini to'lashga imkoniyat yetmas, balkim ba'zi oilalar qiynalib ham qolishgandi. Va ushbu mavzuni ham Rasul Kusherbayev kun mavzusiga aylantirgandi. Ya'ni ta'lim bepul ekan, kitoblar ham bepul berilishi kerak degan so'zlar va fikrlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bora takrorlagan. Va buning natijasida prezident tomonidan maktablarda kitoblar bepul ijaraga berilishi to'g'risida qaror qabul qilingandi. Darsliklar masalasi ham bu o'rta ta'lim bitta ajralmas qismi. Mana shu taklif ko'pchilik tomonidan e'tirozlarga sabab bo'ldi va men ham o'zimning chiqishlarimda bu ijtimoiy adolatni buzilishiga sabab bo'lishi, bu ahmoqona taklif sifatida o'zimning qattiq e'tirozlarimni bildirgan edim va biz deputatlardan buni chiqarib tashlashni talab qilgandik. Afsuski Oliy Majlis tomonidan yoki boshqa bir rasmiy idora tomonidan buni chiqarib tashlanganligi haqida rasmiy ma'lumot ko'rmadik, lekin eshitdikki bu chiqarib tashlandi va hokazo degan gap. Lekin mana kecha va bugun Moliya vazirining o'rinbosari bilan gaplashdim. U kishi shaxsan o'zlari chiqib, Rasul aka shu bildirgan e'tirozlarni inobatga olib, biz o'sha pullik darsliklarni pulli bo'yicha taklifni byudjetdan chiqarib tashladik. Chiqarib tashlandi. Ya'ni shu chiqarib tashlanganligi haqiqat. Shuni mana rasmiy ma'lumotini tayyorlayapmiz, beramiz. Ya'ni buni odamlarga bemalol aytish mumkin. Ya'ni bu borada o'sha jamoatchilikning e'tirozlari to'g'ri, asosli deb qabul qilindi va chiqarib tashlandi. Ya'ni bundan keyin ham maktablarda darsliklar, o'sha mashq daftarlari bolalarga tekin bo'lishda davom etadi. Aytaylik, Rasul Kusherbayev tomonidan o'zi saylangan Yangiyo'l tumani yoki Chinoz tumanlarida juda ko'plab islohotlar amalga oshirilgan. Buni ana shu yerda yashaydigan fuqarolar yaxshi bilishadi. Nafaqat Yangiyo'l va Chinozdan saylangan bo'lishiga qaramasdan, butun O'zbekiston Respublikasidagi fuqarolarning muammolari, g'am, tashvishlari bilan yashab, o'zining boshiga juda ko'plab muammolar orttirgani bugungi kunda hech kimga sir emas. Undan tashqari Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi fermerlar mavzusini ham eslasangiz kerak. Eslamasangiz yodingizga solib o'tay. Klasterlar uyushmasining rahbari Murtazo Rahmatov tomonidan Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanining barcha fermerlarga tegishli bo'lgan yer maydonlarining hukumatning qaroriga binoan o'zlashtirgan va u yerda islohotlarni amalga oshirishga va'da bergandi. Bundan norozi bo'lgan fermerlar noqonuniy xatti-harakat ustidan juda ko'plab idoralarga xatlar va murojaatlar yo'llashgan. Lekin bu murojaatlar hech samara bermagandan so'ng Rasul Kusherbayev hamda jurnalistlardan iborat guruh Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga borib, masalani joyida o'rganishgandi. Mana hozir Qiziriq tumaniga ketyapmiz, Surxondaryo viloyatining va nihoyat poyezdamiz. 11 soatlik yo'l ekan Toshkentdan Qiziriq tumani fermerlarini o'sha bir guruhini sud qarori ga asosan demak yerlari qaytarib berilishi kerak bo'lsa-da qaytarib berilmayotganligi yuzasidan borib shu masalani joyida o'rganib, nasib qilsa shu qonunlar ishlaydigan bo'lsa, albatta Qiziriq tumanidagi fermerlar muammosini hal qilib kelishga bel bog'laganmiz. Fazliddin ukamiz bilan ketyapmiz, mana yo'ldamiz.
va hukumatga taklif bilan chiqishgan. Hukumat ushbu taklifni inobatga olgan holatda 14 ta fermerning qonuniy faoliyatda bo'lgan yerlarini qaytarib berishgandi. Va bunga o'xshash misollar juda ko'plab topilishi mumkin. Bugun shu fermerlar Rasul Kusherbayevni har kuni eslashlari haqida doim gapirishadi. Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonun haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Agar eshitmagan bo'lsangiz ham jurnalistlar bu qonunni yaxshi bilishadi. O'zlarining huquqlari uchun xizmat qilish kerak bo'lgan qonun loyihasida ham Rasul Kusherbayev juda ko'plab tashabbuslarni ilgari surgan. Va bu bilan birgalikda jurnalistlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish kerakligini doim takrorlagan. Esingizda bo'lsa, davlat rahbari hukumatga kelgandan so'ng Rasul Kusherbayev va bir qator deputatlar haqida o'zining ijobiy fikrlarini bildirgan edi. Ayniqsa Rasul to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Menga ma'qul, har safar men eshitaman. Hammaga ham yoqmaysan, menga yoqasan. Keling, endi bugun Rasul Kusherbayevga qilinayotgan tuhmat va bo'xtonlardan kimlar manfaatdor? Siz nima deb o'ylaysiz? Xabaringiz bor, yaqin kunlarda Rasul Kusherbayev Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirib, ustidan ariza tushganligini vaj qilib, uning qo'l telefonini olib qo'yishgandi. Esladingiz-a? Bu holat aslida qanday bo'lgandi? Qonun doirasi YouTube kanalida faoliyat yuritadigan bloger tomonidan Rasul Kusherbayev ustidan ariza kiritilgan emish. Ushbu arizaga sabab bo'lgan post mana bu. Alkashning ham gapiga munosabat qilish mumkin, lekin haqiqiy itga munosabat qilish kerak emas. Garchi u o'zini huquqshunos deb hisoblasa ham. Guvohi bo'lganingizdek, ushbu postda na birovning sha'ni va qadr-qimmati kamsitilgan. Bu yerda shaxslarning ism, familiyasi va to'g'ridan to'g'ri hech kimga qaratilmagan. Shundan kelib chiqqan holatda bu postdan faqatgina itlar xafa bo'lib ustidan ariza yozishi mumkin edi. Afsuski, itlarda bunday imkoniyat yo'q. Lekin bugungi kunda har qanday arizani ham bahona qilib turli yo'llar bilan bosim o'tkazishga harakat qilayotganlarga ham albatta qonun borligiga ishonamiz. Biz kimnidir oqlash yoki qoralashdan yiroqmiz, faqatgina teran nigoh va ochiq ko'zlar bilan nazar solishingizni so'rab qolamiz. Keling, Rasul Kusherbayevga yog'ilayotgan tanqidlar ostidagi izohlarini ham birin-ketin o'qib eshittirsak. Kusherbayevni qoralash, yomon otliq qilish, badnom qilish uchun kimdir rosa harakat qilyapti. La'nati g'iybatchi trollar, Allohning la'nati bo'lsin senlarga. Xalq dushmanlari, xoinlar, bilib bilmasdan isbotsiz shunaqa qoralov kampaniyalarida ishtirok etayotgan trollar, tuhmat qilayotganlar, siz va sizlarning farzandlaringiz shunaqa tuhmatda qolsin. Bu gapingiz bilan davlatni bir ting qilyapsizlar. Agar noqonuniy yoki aldov ishlari bo'lsa, davlat allaqachon jazosini berardi. Kechadan buyon trollar avj olib yotibdi. Birovga tuhmat qilma, u dunyoda javobi bor. Keyingi paytda Kusherbayevga tuhmatlar ko'payib ketdi. Xudodan ko'ringlar. Ba'zi bo'layotgan holatlarni ko'rib, sud tizimi va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham ishonch tobora pasayib borayotganiga guvoh bo'lamiz. Bunga shaxsan o'zim bir necha bor guvoh bo'lganman. Shu o'rinda bir narsani eslab o'tishni joiz deb bildim. Tarixda bir mamlakatda bir fuqaro odamlar ko'miladigan qabristonga bir itni ko'miyotganini odamlar ko'rib qopti. Va uning xatti-harakatdan g'azablangan fuqarolar qoziga murojaat qilishdi. Va qozi hamma tomonni yig'ib, o'rtada ushbu holatga oydinlik kiritishga harakat qilibdi. Va boyagi itni ko'miyotgan odamga qozi janoblari savol berdi. Rostdan ham odamlar ko'miladigan qabristonga itni ko'miyotganmidingiz? U kimsa shunday javob berdi. Ha, rostdan ham odamlar ko'miladigan qabristonga itni ko'miyotgandim. Bunga sabab itning vasiyati edi. Agarda men o'lsam, ana shu odamlar ko'miladigan qabristonga ko'ming degandi. Bu so'zlarni eshitgan qozi taajjublanib, "Tavba, it ham gapiradimi? Ustimizdan kulyapsizmi?" deya jahli chiqibdi. Shunda boyaga kishi, "Ha, haqiqatdan ham bu palonchi beyakani iti edi. Bu gapirardi" deganni eshitgan qozi shu zahoti hushyor tortib, "Siz to'g'ri ish qilibsiz. Ozodsiz, ketavering" debdi. Bu holatni ko'rib turgan fuqarolar esa g'azablanib qoziga nega bunday qaror chiqargani yuzasidan savol berishdi. Shunda qozi aytibdiki, "Haqiqatdan ham men u beyekani itlarni bilardim. Rostdan ham gapirardi" degan ekan.
Shunday adolatsiz qozilar bor ekan, itlar doimo gapiraveradi. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha.